Amerika Tashqi ishlar ministrligi 30 mart o'zining 2020 yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarini qattiq tanqid qildi. Dokladda o'tgan bir yilda Uyg'ur elidagi ko'p sonli yerlik musulmon Uyg'urlar va rayondagi boshqa etnik ham diniy asalliq guruhlarga qarata sodir qilinayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning hozirmi davom qilayotganligi ta'kidlangan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 30 mart Amerika Tashqi ishlar ministrligining doklad e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini bildirib, Amerikaning ittifoqdosh davlatlari bilan bu jinoyatni sodir qiluvchilarni davomli javobgarlikka tortadiganligini bildirdi. Bu Amerika Tashqi ishlar ministrligining hozirga qadar e'lon qilgan yillik dokladlarining ichida Xitoy Uyg'urlarga tutgan muomalasi sababli eng qattiq ayblangan doklad bo'lib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati tunji qitim uning yillik kishilik huquq dokladiga kirgizilishidir. Dokladda Uyg'ur elidagi hozirmi davomlashayotgan bu jinoyatning 1 milliondan ortiq fuqaroni xohlagancha qamash yoki boshqa jismoniy erkinliklardan mahrum qilish, majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish va Xitoyning tug'utni kontrol qilish siyosatlarini texmi qattiq yurgizish, xohlagancha tutqun qilingan nurg'un kishilarga bosqinchilik qilish, qiyin qistoq qilish, majburiy emgak, diniy e'tiqod erkinligi, ifoda erkinligi, yo'tkilish erkinligiga qattiq cheklama qo'yish qatorli qilmishlarni o'z ichiga oladiganligi ta'kidlangan. Blinkenning ta'kidlashicha, Amerika hukumati kishilik huquq dafsandichiligini to'xtatish, inson haqlarini dafsandi qiluvchilarni javobgarlikka tortish uchun ko'p xil vositalarni ishlatdi ekan. U 30 mart o'tkazilgan axborot yig'inida hukumatning bu jihatdagi siyosatlarini sharhladi. We will use a broad range of other tools to stop abuses and hold perpetrators to account. Blinken, biz keng doiralik boshqa vositalarni ishlatib, dafsandichilikni to'xtatamiz va javobgarlarni javobgarlikka tortamiz. Buning bir yo'li Amerika Davlat Majlisi bilan hamkorlashib, inson haqlarini dafsandi qiluvchilarni jazolashning Yarishari Magnitskiy qonuni, Hong Kong demokratiya qonuni va boshqa qonunlarga o'xshash yangi shakllarini chiqarish, kishilik huquqni o'rtaq olg'a surishdir. Biz davomli davlat majlisi bilan ijodiy hamkorlik yo'llarini tepib, inson haqlarini xo'rlashni bosh qilamiz. Javobgarlarni javobgarlikka tortamiz dedi. Through economic sanctions and visa restrictions, as the United States did recently, in unity with Canada, the European Union, and the United Kingdom, on individuals engaged in atrocities being committed against the Uyghurs in Xinjiang. Blinkenning aytishicha, Amerika hukumati yana yaqinda Kanada, Amerika, Angliya bilan birlashib, Xinjiangda Uyg'urlarga qaratilgan vahshiyliklarga qatnashgan shaxslarni jazolagandek iqtisodiy embargo va viza cheklovlarini davomlashtirdi ekan. Dunyodagi 200 ga yaqin davlatning o'tgan bir yillik kishilik huquq vaziyati atrofliq va cho'nqur yo'ritib berilgan yuqorqi dokladi yana Xitoy kishilik huquq xotirasidagi muhim masalalar alohida ko'rsatib o'tilgan. Dokladda aytilishicha, Xitoy kishilik huquq vaziyatidagi muhim masalalar hukumat tarafidan xohlagancha yoki qonunsiz o'ldirish, majburiy yo'qotib o'tish, qiyin qistoq, turma va tutib turish o'rinlarining intayin nachar va ajallik sharoiti, kishilarning hukumat tarafidan xohlagancha tutqun qilinishi, bo'libmi 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon asalliq guruhlarning lagerlarga qonunsiz qamalishi, buningga qo'shimcha 2 million odamning kunduzi qayta tarbiyalashga qatnashtirilishi, siyosiy mahbuslar masalasi, chet ellardagilarga parakandichilik selish, mustaqil sotning bo'lmasligi, kompartiyaning sot va qonun sistemasini kontrol qilib olishi, fikr erkinligi, axborot, to'g'rini cheklash qatorliq jihatlarda ifodalanmoqda ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken axborot yig'inida Amerika hukumatining bu masaladagi maydonining aniq va keskin ekanligini ta'kidlab, agar bu masalada Amerika o'xshash fikrdagi davlatlar bilan teng harakat qilsa, buning ta'siri texnik unumli bo'lganligini bildirdi. When any country in whatever way seeks to undermine those rights or undermine that order, yes, we will stand and speak out forcefully about it, and that's what is going on. I think we're seeing as well that when we're doing that, we are much more effective when we are speaking out and working with other like-minded countries. And I think what you've witnessed in recent weeks, particularly with regard to the response, the international response
to the abuses being committed against Uyghurs in Xinjiang, for example. Bilinkin har qandaq bir davlat har qandaq yo'l bilan kishilik huquqqa, tartibga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lsa, biz hozir qilayotgandek buningga qarshi qattiq so'zlaymiz va qarshi turamiz. Biz shuni aniq ko'rib yetdikki, biz buni biz bilan o'xshash fikrdagi davlatlar bilan teng so'zlasak, hamkorlashsak texmi unumli bo'lamiz. Meningcha biz buningga bo'libmi o'tgan hafta Xinjiangdagi Uyg'urlarni xo'rlashga, Hong Kongda demokratiyaning bostirilishiga qarshi ifodalagan xalqaro inkaslarimizda shohid bo'ldik dedi. Doklad yana Uyg'ur elidagi turma va lagerlarning sharoitining intayin nacharligi. Bu o'rinlarda ayollarga majburiy tug'ut cheklash, dorisi ishchirilayotganligi, noma'lum o'qullarning majburiy urildiganligi, shohidlarning bu lagerlarda ayollarga bosqinchilik va jinsiy xo'rlash ilib berilganligini pash qilganligi. Uyg'ur naposining ko'payishi jiddiy aziyib ketganligi, rayondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq millatlarni qattiq nazorat qilib, ularning diniy e'tiqod erkinligi, ifoda erkinligi, yo'tkilish erkinligi qatorliq har xil erkinliklarni bo'g'ib tashlaganligi sharhlangan.